Shahram G'iyosov: qizalog'imni qattiq sog'indim. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kuni kecha Shahram G'iyosovning 2 yoshli qizalog'i noma'lum sabablarga ko'ra bu dunyoni tark etdi. Bugungi kunda Shahram G'iyosov o'z Instagram sahifasida qizalog'ini sog'inib shunday post qoldirdi: Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va unga qaytamiz. Alhamdulillah hammasi uchun. Hammamizni joyimiz aniq, lekin kimdir kech va kimdir vaqtliroq ketamiz. Jonim ona qizim, farishtaga o'xshab keldingiz va bizlarni Allohga yanada yaqin qilib va to'g'ri yo'lga boshlab ketdingiz. Sizni joyingiz aniq endi. Biz munosib va to'g'ri hayot kechirib, sizni oldingizga borish nasib qilsin. Didoringizga to'ya olmadik, lekin qancha shirin xotiralar va yaxshi amallarni qilishga bizni o'rgatdingiz. 10 kun bo'ldi bizni yolg'iz qoldirganingizga. Kam hayot kechirgan bo'lsangiz-da, lekin qalbimizda abadiy qoldingiz. Biz sizni onangiz bilan juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Ta'ziya bildirgan barcha yurtdoshlarga katta rahmat, deya post qoldirdi Shahram G'iyosov. Albatta, barchamiz Allohnikimiz. Bir-birimizga yaqin bo'laylik, bir-birimizni dilimizni og'ritmaylik. Shahram G'iyosovga kanalimiz nomidan o'z ta'ziyamizni bildiramiz. Aziz muxlislar, bu videoni barcha ko'rishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, videoni yaqinlaringizga ham tarqatib qo'ying.